tug'ruqdan keyingi depressiya. Ko'pchilik ayollar homiladorlikdan keyin yoki tug'ruqdan keyin chuqur depressiyaga tushadi, o'zini anglolmay qoladi, qayerda ekanligini tushuna olmay qoladi, ajrim jarayoniga keladi, chunki hamma narsaga sabab eri va erining oilasi yoki farzandi bo'lishi mumkin. Aslini olganda depressiya bu chuqur dam degani, deep rest. Ya'ni chuqur dam degani, bunda ayol har xil vaziyatlarga borib, ajrim yoki qanaqangidir holatlarga borishidan oldin prosta to'xtab, o'ziga qarab, o'zini anglab, mikroelementlarini davolab, dam olib, keyin bir to'xtamga kelish kerak bo'ladi. Depressiya bu qochadigan yoki yopadigan yoki qaramaydigan holat emas, bu chuqur qaraladigan holat hisoblanadi. 9 oy davomida ayol o'zini vujudidan boshqa bir vujudni yaratadi va har kungi tungi uyg'oqliklar, emirish periodi, emiziklik periodi ham juda ham ko'p mikroelementlarning yo'qotilishiga sababchi bo'ladi va mana shu holatda ayol surunkali charchoq va mikroelementlarning yetishmovchilik holatida to'xtaydi va anglaydi, qayerga kelib qolganini bilmay qoladi. Shunaqa periodlarda ayol prosta to'xtatish kerak, o'z ustida shug'ullanib, ko'proq vitaminlarni, to'g'ri ovqatlanishlarni, uyquni joyiga qo'ygan holatda dam olish kerak bo'ladi. Yana bir narsa, ayol onalikdan, homiladorlikdan onalikka, onalikdan onalikka, onalikdan onalikka o'tib ketaveradi va borliqda ruh to'xtatadi. San homiladorlik, onalikdan boshqa yana o'zingni ruh sifatida vazifang bor va shu vazifangga qayt, iltimos deganda. Depressiya bu ruhni o'z yo'liga qaytishini to'sig'i hisoblanadi. Ya'ni depressiya yuzaga keladi, ruh to'xtaydi, o'ylab ko'radi, balki onalikdan ham boshqa vazifam bordir deb boshqa yo'lga o'tib ketadi.